Mana bitta joyda 3 xil yurishli oshxo'lar qarang. Lazer, oqquruq, dasta sariq. 3 xil osh 25 ming so'mdan porsi, 20 ming so'm porsi. Farg'ona shahar aeroport yo'lida qarang. O'na aeroport ko'ryapsiz, svetofori. Bag'avayiga chiqib ketish, ya'ni taksi park tomondan kelish. Oblgaz tomondan Farzona zapchasi bor, shuni oldida. Ba'zi charxpaladan kirib kelish yo'lda bo'yida ertalab soat 10 dan boshlab soat nechgacha ishlashyapti? 2-3 gacha osh bo'lyapti. Ichkarida o'tiradigan joylari, salatlari, hamma narsasi bor. Bemalol men nomdan kelaverasizlar. Ichkarida o'tiradigan mana shu joylari haftani har kunida bezovqatni shakaroblar bilan qilishyapti. Mana shakaroblari dastavka yo'q shahar ichi. Dastavka bor shahar ichi. Bedana tuxum, xolasi sut tuxum, xolasi qazida. Mana 3 xil osh turib ko'ryapsiz. 25 ming, 25 ming, 20 ming. Ya'ni lazer 20 ming, ikkalasi 25 ming so'mdan. Farg'ona shahrida bunaqa narxi yo'q. Tushunib olsangiz lokatsiyasini. Ekranda telefon nomeri turibdi. Men nomdan kelaverasizlar. Xudo xolasa haftani har kunda bezovqatni ishlashadi. Like bosib jo'tarqa soat 10 dan boshlab osh yegan kelaverasizlar soat 3-4 gacha.